Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, fizika fanining ixlosmandlari. Bugun men sizlarga kinetik energiya mavzusidagi amaliy mashg'ulotni bajarib ko'rsataman. Kinetik energiya bu nima? Kinetik energiya jismning harakati bilan bog'liq bo'lgan energiyasi. Qanchalik jismning kinetik energiyasi katta bo'lsa, uni to'xtatish shu daraja qiyinroq bo'ladi. Kinetik energiyasi qanchalik yuqori bo'lsa, u ko'proq ish bajarishi mumkin. Kinetik energiyani topish uchun YK teng m kvadrat taqsim 2 formuladan foydalanamiz. Bu yerda YK kinetik energiya, m massasi, v esa jismning tezligi hisoblanadi. Kinetik energiyaning birligi joule, massaning birligi kilogramm, tezlikning birligi esa metr taqsim sekundga teng hisoblanadi. Bugungi laboratoriya ishida biz kinetik energiyani bevosita o'lchab ko'ramiz. O'ylab ko'ringchi, siz qanday fikrdasiz? Nima sababdan og'ir yuk mashinasi yengil avtomobilga qaraganda to'xtash uchun ko'proq masofa talab qiladi? Agar sportchi yugurish tezligini oshirsa, nima uchun u ko'proq energiyasini sarflaydi? Nima sababdan shamol tezligi oshganda shamol turbinalari ko'proq energiya ishlab chiqaradi? Nima uchun tez harakatlanayotgan jismni to'xtatish uchun ko'proq kuch talab qilinadi? Bularning barchasi bevosita kinetik energiya bilan bog'liq hisoblanadi. Amaliy mashg'ulotni bajarganimizdan keyin biz ushbu savollarga javob topishimiz mumkin. Ishni bajarishdan maqsad tennis to'pining kinetik energiyasini hisoblash hamda tennis to'pining tezligi va uning kinetik energiyasi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashdan iborat. Kerakli jihozlar: marker yoki bor. Bu tennis to'pining boshlang'ich va oxirgi nuqtasini aniqlash uchun kerak bo'ladi. Tennis to'pi, sekundomer, tarozi, o'lchov tasmasi kerak bo'ladi. Ishni bajarish tartibi: birinchi, 5 metr masofani aniqlash uchun uzunlikni o'lchovchi chizg'ich yoki lentadan foydalanib, boshlang'ich hamda oxirgi nuqtalarini belgilab olamiz. Ikkinchi, tennis to'pining massasini o'lchaymiz va jadvalga yozib boramiz. Uchinchi, to'pni pol bo'ylab dumalatamiz. Ushbu jarayonni sekundomer yordamida qancha vaqt ketganligini aniqlaymiz. To'rtinchi, uchinchi bosqichni yana 3 martadan ko'proq takrorlaymiz va natijalarni jadvalga yozib boramiz. Beshinchi, har bir holat uchun o'rtacha tezlikni topish formulasidan foydalangan holda o'rtacha tezlikni topib jadvalga yozamiz. Demak, o'rtacha tezlikni topishimiz uchun butun bosib o'tilgan yo'lni umumiy bosib o'tish uchun ketgan vaqtga bo'lishimiz lozim. Oltinchi, kinetik energiyaning tezlik kvadratiga bog'liqlik grafikini chizamiz va natijalarni tahlil qilamiz. Demak, ishni bajarishni boshlaymiz. Demak, 5 metr masofani birgalikda o'lchab olamiz. Demak, to'pni 5 metr masofani bosib o'tish uchun qancha vaqt ketishini aniqlab ko'ramiz. 1, 2, 3. Uch butun 185. Ikkinchi marta bajaramiz. 1, 2, 3. 2 butun 144. Uchinchi marta bajaramiz. 1, 2, 3. 2 butun 165. To'rtinchi marta bajaramiz. 1, 2, 3. 2 butun 10/6. Beshinchi marta bajaramiz. 1, 2, 3. 2 butun 103. Tajribani bajarib oldik. Natijalarni jadvalga yozib oldik. Endi esa tennis koplogining massasini o'lchab olamiz. Demak, massasi 66,1 grammga teng ekan. Olingan natijalarni tahlil qilib olamiz. Demak, sarflangan vaqt yozilgan. Tezlikni topish uchun 5 metr masofani
sarflangan vaqtga bo'lamiz va ushbu natijalarni olamiz. Endi esa tezlikning kvadratini hisoblaymiz. Ya'ni 1,3 ning kvadrati 1,169 va hokazo. Endi esa kinetik energiyani hisoblaymiz. Kinetik energiyani hisoblash formulasi avtomatik tarzda kiritilgan m v kvadrat taqsim 2 formula orqali hisoblangan. Demak, birinchi holatda to'pning o'rtacha kinetik energiyasi 0,6 ga, ikkinchi holatda 0,14 ga, uchinchi holatda 0,12 ga, to'rtinchi holatda ham 0,12 taxminan ga teng. Oxirgi holatimizda esa 0,2 joule ga teng bo'ldi. Endi esa kinetik energiya va tezlik kvadrati orasidagi bog'lanish grafikini chizib olamiz. Soddalik uchun grafikni Excel jadvalida avtomatik tarzda chizib oldik. Bu yerda kinetik energiya joulda, bu yerda tezlik kvadrati metr kvadrat bo'lingan sekund kvadrat birlikda keltirilgan. Grafikdan ko'rinib turibdiki, kinetik energiya tezlik kvadratiga to'g'ri proporsional ekan. Xulosa, kinetik energiya tezlikka bog'liq bo'lib, tezligimiz 2 marta oshadigan bo'lsa, kinetik energiyamiz 4 marta oshar ekan. Muhokama uchun savollar. Tajribada tezlik oshganda kinetik energiya qanday o'zgardi? Nima sababdan kinetik energiya tezlikning kvadratiga to'g'ri proporsional? Agar jismning massasi o'zgarsa, kinetik energiya qanday o'zgarar edi? Tajribada o'lchash xatoliklari qayerlarda paydo bo'lishi mumkin? Nima uchun tez harakatlanayotgan transport vositalari xavfliroq hisoblanadi? Kinetik energiya va tezlik o'rtasidagi bog'lanishni kundalik hayotda qayerlarda uchratish mumkin? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring. Xulosa, ushbu ishda jismning tezligi ortishi bilan uning kinetik energiyasi ortishi ham kuzatildi. Tajriba natijalari kinetik energiya formulasiga mos kelishini ko'rsatdi. Ya'ni kinetik energiya jism massasi va tezligiga bog'liq bo'lib, aynan tezlikning kvadratiga to'g'ri proporsional hisoblanadi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, tezlik 2 barobar oshganda kinetik energiya 4 barobar ortadi. Bu esa harakatlanayotgan jismlarning energiyasi tezlik oshishi bilan juda tez oshishini isbotlaydi. Tajriba davomida olingan ma'lumotlar kinetik energiya va tezlik o'rtasidagi aniq matematik bog'lanish mavjudligini tasdiqladi. Ushbu amaliy mashg'ulotni bajarishda men 8-sinf fizika Cambridge darsligidan, canva.com saytidan hamda turli xil sun'iy intellekt saytlaridan foydalandim. Shuning bilan bugungi amaliy mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.